Rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, tinchmisizlar? Mana hozir biz Hadichaxonni nimaga Mohi bilan kelib, Hadichaxon akalarini maktabini hal qildik. Qancha odam kelgan sayin menga yangi tajriba bo'lyapti. Avval o'sha dokumentni mana shunday prima birdaniga maktabga kelib hal qilish menda problema bo'lardi-da. Qanday bo'lardi? Hozir endi men o'rganim o'quvchisidan so'radim. Men aytdim, dokument dedim, uyda kontrakti boshqa bir do'stimizning nomida, lekin bular yashayapti. Shuni hal qilsak bo'ladimi? Bo'ladi dedi. O'sha kimning nomida bo'lsa, o'sha kishi kelib qog'ozga qo'l qo'yib yozib berish kerak. Kitobi haqiqatan ham mana shu oila shu yerda yashayapti deb qo'l qo'yib berish kerak ekan. Keyin oson ekan, biz bilmaganmiz. Mana shu narsani men masalan bilmaganman. Biz kutardik. Bil qog'oz kelishini kutardik, soshili kelishini kutardik. Orada 2 hafta, 3 hafta bir oylab kutgan joylari ham bor-da. Kutish umuman shart emas ekan. Avvalgilardan uzr so'rayman. Bilmaganman men shu narsani, shuning uchun kutishga majbur bo'lganmiz. Dilorumpani o'g'li 2 oy kutdi. Ularda ozgina nimasida uyida problema bo'lgani uchun, lekin endi mana o'rgandik. Kelgandan sirazi dokument qilib olib chiqaversak bo'ladi ekan. Bugun qaysi kun? Jumami? Juma. Siz dushanba kun keldingizmi? Seshanbadan chiqib kelaversak ham bo'ladi ekan-da. O'sha dushanba maktabga chiqardi. Men ikkilandim-da, hozir shuni qilsammi, qilmasammi? Kecha o'qituvchisi javob berdi. Yozgan edim, men aytdim, shunday yangi oila kelgan. Qanday bo'ladi, biz maktabga chiqarishimiz kerak desam, men ham menimcha burilishimdan o'tib ketdim. Keyin aytdi, shunchaki dedi, o'sha uyda egasi haqiqatan ham men uyimda yashayapti deb yozib berib qo'l qo'yib bersa bo'ldi dedi. Men endi o'rgandim. Endi shunaqa qilib kutmaymiz, nasib bo'lsa. Xullas shunaqa gaplar. Mabodoki yangi Amerikaga kelganlar, sizlarda agar maktab shunday problema bo'layotgan bo'lsa, mana shu narsani o'rganib olinglar. Endi hamma school district har xil bo'lishi ham mumkin-da, masalan. Hamma shtat har xil, hamma shtatni, hamma bitta shtatni, hamma shahrini, har bir school districtini o'zini qonun qoidasi bor. Borib o'sha maktabdan borib so'ramaguncha bilmaysizlar. Borasiz, so'raysiz birorta o'qituvchidan, keyin aytadi, o'qituvchilar sizlarga yo'l yo'riq ko'rsatadi. Bizda shunday ekan, masalan, bizda mana St. Louisda, St. Louisda masalan shunday ekan, Liz kimning nomida bo'lsa, o'sha odam qog'ozga yozib, o'zlari qog'oz qilib beradi. Faqat ism familiyani yozib qo'l qo'yib bersa bo'ldi ekan ularga. O'sha narsani bilib olingizlar, kutish shart emas ekan. Keyin o'sha uyga kelgan to'lov qog'ozi, masalan, gazga yo svetga kelgan to'lov qog'ozini ko'rsatish kerak ekan. Men aytdim, hozir bizda yo'q dedim, bular hali endi keldi, 7-chislada keldi, bugun hali 11 dedim. Hozircha bular to'lov qog'oz olgani yo'q, gazga, svetga degan edim. Qachon olganingda olib kelsang ham bo'ladi dedi. Hozir juma kun bo'lgani uchun dedi, o'sha soat 2 bo'lib ketdi-da, 3:30da o'sha bular ish tugaydi. Juma kun bo'lgani uchun dedi, bugun bu dokumentlarni proses qila olmaymiz dedi. Ko'p narsada dokumentim, 3 ta bolaga dunyoni dokumenti. Bularni dushanba kun agar kompyuterga kiritib proses qilsak, kamida 48 soat vaqt oladi dedi. Shundaga chorshanbalar, taxminan chorshanbalar maktabga chiqish ehtimoli bor dedi. Endi bular o'tgan dushanba kelgan bo'lsa, kelasi undan keyingi chorshanbaga, o'tgan chorshanba emas, keyingi chorshanbaga 10 kun ichida maktabga chiqadi, nasib bo'lsa. Keyingi safar undan ham tezroq qilishga harakat qilamiz. Hozircha shunaqa gaplar. Yangi tajribalar o'rganaveramiz shunday. Keyingi videolarda ko'rishamiz.